Balki ertalab qolarmiz. Ketishib qoldi-yu. To'poymisan? O shunaqa ishlashadi bular. Ko'taradi. Sen qilavergan? Muncha minusga gapirasan, ha? Ali, assalomu alaykum. Eshitaman, kim bu? Aka, bizga dori kerak edi. Nima? Qanaqa dori? Boya bitta ishchingizdan nomeringizni olganda aka, Seroza bizga srochna dori kerak. Hop, qancha? 1 kilo. Bilet. Ha, nima dedi? O'chirib qo'ydi. Nima qilamiz? Boshqasini qidiramizmi? Bolalar befoyda. 1 kiloni eshitib o'chirib qo'yapti telefonni. Boshqa yo'lni qilishimiz kerak. Bo'pti. Yana uyga ketdik. Ketdi. Otash. Amin qara. Buni mavzusi ancha jiddiy-ku. Bu ish oxir yaxshilik bilan tugamaydi. Ular taraf tursak ham yaxshi bo'lmaydi. Billaring. Ey. Nima qo'lim bo'lib qo'llaring? Hech qo'limmi? Qisib o'tirmasang, o'zingni ham yopamiz. Nima qilamiz, Elyor? Bilmadim. Ammo ahvolga qara. Hey. Ana narsasini o'rniga shunga o'xshash nimadir solib borsa-chi. Ichini ochib ko'rsa-chi? Endi bilmadim, ideya keldi aytdim-da. Bola, menga bitta g'oya keldi. Esingdami og'ayni? Dildomdan qochishimizdan avval oshxonada o'tirib, bizni ham qachon ota-onamiz bo'ladi deb niyat qilardik. Orzular qilardik. Shu orzularimizni dildomdan qochdik. Biz niyatlarimiz bo'yicha ketamiz. Bitta sana tashlamayman. Vijdoning qiynalmadimi? 17 yillik o'rtoqlaringni tulkaga tushirib qo'yganliging. Ayni bitta qiz boshqa odamni qo'yganligi. Vijdon bilan qanaqa yashaysan og'ayni? Endi menga farqi yo'q. Menga farqi yo'q. Nega jimjit, nega bunday jimjit? Xuddi badanimda ruhim menga emas silkit. Farishtami jin yoki boshqa bir maxluq keladi yonimga kuniga nima ekan uni maqsadi bila olmadim, lekin ayoni yolg'iz Allohga. Kimsan deganimda deydi javoban, men jon oluvchi malakul maqman. Bugun gunoh qildim, maqsadiga yetalanadi qadam qadamida vasvasalariga ilindim, o'zi gunohkor bo'ldim. Qalbim qoraydi o'z navbatida, ya umuman negizli isyonkor bo'ldim. Sabr toqat qil dedi meni jonimni olmay, yomon amallarimga aytay. Tazarimda badanim shivirlar, jazo bor albatta. Yashadim g'aflatda, bu yovuz dunyoda nobud bo'ldim ya Rabbana.
Menga qara. Senga ertaga kechki soat 8 gacha vaqt. Men aytgan lokatsiyada mol bilan tayyor turgin. Boshimni og'ritib militsiya qilib yurmagin, xo'p? Yaxshisi molni topshirganda qizni olib kel. Tushunarlimi? Senga Telegramdan lokatsiyasini tashlab qo'yaman. Qattan oldilaring. Bu yog'i bilan ishingiz bo'lmasin. Tekshir. Yaxshi ko'rasanmi? Nima edi? Men bunaqa ishlarga qizlarni aralashtiradigan pastkash emasman. Lekin nima qilay, meni ham molim. Toza. Aniqmi? Ha. Yaxshi. Bolalar sizlar va'dalarda turdinglar. Men ham va'dada turaman. Lekin bunaqa ishlarga boshqa aralashmanglar. Oxiri yaxshilik bilan tugadi. Bo'pti. Yaxshimisan? Sen yaxshi xabar qilishmadimi? Bolalar, hammasi plan bo'yichami? O'xshasa ha. Yuringlar bu yerdan ketaylik. Aniq yaxshimisan? Otash nodir yo'q. Yurlaring. Sayxda bo'lib o'tirib tur, xo'pmi? Eshikni ichimga ochma. Eshikni ichimga ochma, xo'pmi? Menga dori kerak. Tez topib ber. Ha, dorimidi? Mendan so'ra olishga keldingmi deb o'ylab qolma. Topasan hozir. Hozmanda yo'q. Bir ikkita joylarni aytaman, o'shdan olib chiqasan. Keyin bo'lishib olaman. Ne? Hamma ayb o'zimda. Noto'g'ri yo'lni tanladim. Agar men ham do'stlarimdek halol ishni tanlaganimda baxtli yashayotgan bo'lar edim. Do'stlarim bilan birga yaxshi kayfiyatda. Deddumdan qochguncha maqsadlarim boshqacha edi. Orzularim ko'p edi. Lekin birgina xatoyim meni shu yergacha olib keldi. Yashagim kelyapti. Yashagim.
Mana nima bo'tga olib keldinglar? Hali xabaringiz yo'qmi? Siz katta miqdorda narko biznes bilan shug'ullanganlikda ayblanasiz. Men bunaqa ishlar qilmayman. Men tadbirkorman. Biz hammasini bilamiz. Anchadan beri orqangizdan kuzatib yuribmiz. Bizda hamma ma'lumotlar bor. Hech qanaqa asos dalilingiz yo'q. Asossiz ayblamaysiz. Sizga qancha dalil kerak? Sallaga 2 kun muhlat. Agar 2 kun ichida 1 kilo nashamni joyiga qo'yib qo'ymasalaring, ahvollaring chatoq. Men bu 1 kilo dori ham sizniki. Bolalar sizni aldashdi. Xullas mana bunday qilamiz. Uzun odamlardan dorini yig'ib olamiz. O'ziga bitta qilib qaytarib beramiz. Bo'ladimi? Ular sizni qo'lga olishga yordam berishdi. Olib kirilaring. Kirilaring. Xo'sh, bolalar, ana tarqatayotgan dorini men shu odamdan olarim deydi. Bu yo'lning oxiri yo'q. Qancha muddat olishingiz sudda aniq bo'ladi, lekin ancha ko'p. Sudda ko'rishamiz.